Bismillah. Patkuli 3 xonadonimiz chiqib qoldi. Xonadonga bitta baho berib qo'yasizlar. Kirishimiz bilan bu yerda bitta kattagina zalni ko'rishingiz mumkin. Mebel, texnika, gilam, parda, konditsioner, televizorlar bilan holatda eshikka bitta ahmiyat berasiz, sifatli eshiklar qo'yilgan. Chap tarafimizga kiradigan bo'lsa, mebel texnikalari bilan ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Bu ikkinchi xonamiz bo'ladi. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin chap tarafga qarab yuradigan bo'lsa, bitta общий sanuzilga ko'zingiz tushadi. Buning yonida o'g'il bolalar yotoqxonasi, mebel, jihozlari, hamma narsasi bilan sizlarga shu holatda topshiriladigan xonadonimiz chiqib qoldi. Bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin, televizorlarigacha, konditsionerlargacha qo'yilgan. Bu yerda общий sanuzillari bilan birga. Yana bitta sizlarga bonus etadigan bo'lsam, bu yerda orqasida havo aylanishi uchun ham joy tashab ketilgan. Quruvchilar juda ham optimal variant qilib qo'yishgan. Orqa tarafda havo aylanishi uchun joy tashalgan, juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. Patkuli 3 holatda shundoq kirib yashash imkoniyatini beradigan xonadonni ko'rsatyapmiz. Mana tashqari tarafga chiqqaningizda bu yerda bitta oshxonamiz bor, hojatxona bu yoqda. Bu yerda podval qismimiz, xonadonning ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Kelgan manzilimizga yetadigan bo'lsa, Ramadan Toshmibosdan 7 kilometr ichkariga kirganda shu xonadonimiz chiqyapti. Narxi $85,000 evaziga shu xonadonni sotib olsanglar bo'ladi. Suv, svet, gazdan muammo yo'q ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Egana raqamni qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.